السؤال الثاني Savol egasi aytadi: أنا أنام بالليل har kecha uxlaganimda في المنام qo'rqinchli أحلم tushlar ko'rib chiqaman. بأشياء كثيرة Shuning uchun أحدث من doim الكوابيس vahima bosib, والخوارق qo'rqib yuraman. مما يجعلني دائما Bunday qo'rqinchli متوترا tushlardan xalos وقلقا. bo'lish uchun فلماذا menga تنصحني uxlashdan avval nima أبدأ qilishni عند النوم yoki ولا تختفي nima عني o'qishni maslahat الأفكار berasiz? المزعجة؟ اقرأي عند النوم Uxlashdan avval Oyatul Kursiyni قوله o'qing. تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية Ushbu oyat الجزء الثالث. Baqara surasida bo'lib, 3-poraning boshida joylashgan. Kimda kim kechasi mazkur oyatni o'qisa, Alloh uni muhofaza qiladi va ertalabgacha unga shayton yaqinlashmaydi. Shuningdek, Ixlos, Falaq va Nos suralarini ham o'qing. Bunday qo'rqinchli tushlardan qutulish uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalariga amal qilishimiz kerak. Ya'ni Allohga duo qilib, shaytonning yomonligidan va ko'rgan tushimizning yomonligidan asrashini so'rashimiz va bu tushni hech kimga aytmasligimiz kerak. Shunda tushning bizga ziyoni tegmaydi. Mazkur amallar qo'rqinchli tushlardan qutulishga sabab bo'ladi inshaalloh. Endi yomon tush ko'rib uyg'onib ketganda nima qilishga kelsak, agar siz mana shunday qo'rqinchli tushlar ko'rib uyg'onib ketsangiz, chap tomoningizga 3 marta tupuring va shaytonning hamda tushning yomonligidan asrashini so'rab Allohga duo qiling. So'ng boshqa tomonga o'girilib yoting. O'ng tomoningiz bilan yotgan bo'lsangiz, chap tomoningiz bilan yoting va hokazo. Shuningdek, turib, Allohni zikr qilib, tahorat olib, Alloh qodir qilgancha namoz o'qisangiz yanada yaxshi bo'ladi. Bularning bari yomon tushlardan xalos qiladi. Demak, yomon tush ko'rgan odam shaytonning va ko'rgan tushining yomonligidan asrashini so'rab, Allohga duo qilishi va ko'rgan tushini hech kimga aytmasligi lozim. Nafaqat aytmasin, balki u haqida o'ylamasin ham. Shunda yomon tush unga ziyon yetkazmaydi.